bizga 12 muqam atam chalg'anning ruh tutar har bir kuydan shunga bo'lgandan qo'yman dabravabdan ko'rsatar kendisi benzentim kalbidi muqam kaldurar bahırlanıp suyunur muqam mevladi deb atay hayatta muqamdek yana bir muqam var mu yurakka borg'udek jahonda muqamdek yana bir kuy var mu yurakni yorg'udek tabarruk bizga tabarruk 12 muqam yasalaylar bizlarga in'om 12 muqam qaytadan ta'riflagan uni ammoni so'xon qalbimda gulxan o'chmaydi hamon qadrlaymiz biz uni yuraklar o'rnig'on qaytadan furlig'on sen va men hammamiz uni qanmig'on naqshlar. Assalomu alaykum. Başlap ketdim. Assalomu alaykum. 17-chi qitimliq live stream Naqmaydan jonliq taqtishib, paranglashib, chiqib o'tirib sizlar bilan paranglashaydi deb. Chunki nima deganda bizningki Uyg'urlarningki jonliq taqtishni ko'rgan vaqtda boshqa kanallarnikini masalan Vidaylar ekran deymiz, institut o'zimizniki boshqa Uyg'ur kanallarininki jonliq Naqmaydan taqatgan vaqtda yondagi tushadigan inkaslar boshqa allarniki, boshqa millatlarniki qaragan chog'da baklam tuvan. Shunglashqa shunda pat Naqmaydan chiqib, mayada paranglarni qo'shgan bo'lsanglar, Uyg'ur mediachiligimiz texmi taraqqiy qilsin degan bir maqsadda taqdim bag'dim paranglashay deb jahonda nima ishlar bo'layotidi degan temada o'zimchilar mundaqlab so'zlab o'ltadim. Masalan, tunugullam tahi Amerika'nınki Trump 2020 Naqmaydan taqtayotgan ko'rinishga qarasanlarmi yondagi xatlar hatto ko'zinglarmi ulgurmaydigan darajada shunday chiq inkaslar tushidi. Boshqa kanallarniki shunday mayli inglizcha bo'lamdi, boshqa turkcha kanallarniki bo'lamdi. Hatto qozoqcha kanallarnikini bu yandan tushadigan inkaslar intayin ko'p bo'lsa hozir. Arkanazada paranglashqash yangi inkaslarni yezib, o'zaro paranglashqash nima ishlar bo'layotdi taqdim bag'dan paranglashib qolgandik. Eng oldi bilan o'zimdan boshlasam. O'zimniki YouTube kanalidan boshlay, nima ishlar bo'layotdi deb. YouTube kanalida men o'tgan yil 6-oydan boshlab da hozirgacha boshlab 1 yildan oshdi. 1 yilning yoqi men qanday qildim desanglar shu dastlabda shu videolarni yo'lladim. Haftada bir qitim degidek videolarni yo'llab turib naq 1 yil o'tgandan keyin Naqmaydan taqtishni boshladim, bir qism suhbatlarni o'rinlashtirdim. Bara shunday qasaslar bo'ladi ekanda. Endi meniki maqsadim nima desanglar, ana shunday jonliq taqtishlarni qilib, mayondagi inkaslarni minchiqlatqash, Uyg'urlarningki texmi bakrak inkaslar qilsin, o'ziniki fikrini yezish orqali mediachiligimizninki taraqqiyotiga foydasi bo'lsin demoqchi. Masalan, tunugullam bir Naqmaydan ekranni ko'rsam, Facebook'ta hali ancha-muncha inkaslarni yozishadi ekan. YouTube'ga kelgan chog'da 70-80 hatta 100dan ortiq odam bo'lsa-mu, oyadagi tushadigan inkasninki soni 10 ga bormaydi ekan. Voy, qattiq yomg'ir yog'ib ketdi bugun. Bizningki shundaq odatlanganimiz nima degan chog'da shundaq jimjit o'tirib ko'rimizda Naqmaydan programmalarini shundaq qiziq gaplar bo'linsa, shundaq yaxshi gaplar bo'linsa, hech bir yondagi nima qilib qo'ymaymiz odatda. Jimjit o'tirib ko'radigan yaxshi o'quvchilar degandek-chi. Shunlashqa to'xtangizlar. Mana o'chirib yutib turay. Bir maqsadim shu bo'ldi.
Naq maydonni pat-pat ko'ringizlar. Ayni masalan yilqi futbolchilar ko'rgan chog'dimi odatda yarim kechalar tong saharlar bo'lib ketsa mush naq maydon ko'rishganroqku. Meniki 2 akam bor, 2 akam shundoq kech o'tirib amaliyotda 2-chi kuni bo'lsa tushdan keyin mezgilda yana takror qo'yiladigan futbol musobaqasi. Ularni shu naq maydonda ko'radi. Bo'lsa menasini naq maydonda ko'rib, o'zimizdagi o'ylaganlarini, fikrlarini yondagi shu inkas yozgan qismiga yozib boya deganimdagidek shu boshqa kanallar chet elniki kanallari va boshqa millatlarniki kanallari degandek ularniki shu naq maydon ko'rgan vaqtda ko'zim ulgurmagidek darajada tunagun Amerikaniki u nimalar so'zlagan nimani ko'rib o'tirsammi yondagi tushayotgan inkaslar ba'zilarini yaxshi gaplar ko'pincha tillaydigan gaplarni ko'plab uchrab qoldi ekan bu yondagilarga ko'rib yetishgili bo'lmaydi ekan. Oldamsa jahonda nima ishlar bo'lyotidi? Oldi bilan o'zimninki YouTube kanalida nima ishlar bo'lyotidi? Men mushu haftaning ichida oldingi nimdan tortib oxiridan tortib to'xtamay video yo'llab naq maydon taqtish qilib degandek qilgandan keyin hozir meniki YouTube kanalida Uyghur astronaut, where are you from? Yerim kecha tong sahar bo'lib ketsami o'tiradigan gapman shundoq rahmat-da. Qanaq bo'lyotidi desanglar meniki 2 videorim birsi suhbat o'rinlashtirgan video, ya'ni Uyg'urlarninki applarninki taraqqiyotida bir yaxshi yuznish bo'lgan, yaxshi nim bo'lgan YouTube degan mana chiqdi ya. YouTube appni tanishtirib bir suhbat o'rinlashtirdim. Onundan keyin uning oldidan Uyg'ur xristianlar to'g'riliq so'zlagan bu 2 videoningki ahamiyati darajasiga solishtirgan chog'da qandoq deysanglar, tamam, shuniki o'zini ichib ko'rsatay sizlarga. Bu bizningki haqlar yaxshi foydali mazmunni jiqroq ko'rmay o'zimninki YouTube kanalidagi videolarniki ko'rilishga insonni qarab beqinglar. Ma bu hozir so'zlayotganim ekan. Ma bu app bilan tanishtirish deb man chiqqandan keyin buningki hozirgacha ko'rilishga insonni 395 ta 400 ga bormabdi. Buning ichida shunday yaxshi mazmunlar bor, Uyg'urlarninki til taraqqiyoti qanday bo'ladi degandagidek. Uning bir kun avval qilan bu tema Uyg'ur xristianlari kimlar deb vatanning ichidagi o'ziniki xristian diniga e'tiqod qilganlik va tarqatganlik shu practice qilganlik sababdan Xitoyniki turmusiga tashlangan 10 yillik 15 yillik kesilgan shundoq Uyg'ur xristianlari haqida so'zlagan Facebookda deganigidek yaxshi inkaslar emas. YouTubening ichida YouTubening ichidami ba'zi inkaslar bor ekan, hamda beshingiz yolg'iz cheksiniz bo'lmaydi degandek bir gaplar. Meniki u yerdagi asosliq maqsad bilan hamma odam o'ziniki tushunchasi bo'yicha tushundiganda nima deymiz endi? O videoniki boshini ichidan dedim, balkim yaxshi tema tanlamagan bo'lishim mumkin desam, balki yaxshi tanlangan temami 1300 qitimdan eshitdi hozirgacha ko'rilgan soni amaliyotda bo'lsa, oxirgi video bo'lsa Uyg'ur app YouTube to'g'riliq so'zlagan bu videoda ko'rilish qitim soni 400 ga bormabdi. Buni qanday qildi deysanglar, odatda kishilar kim ko'rayotgan bo'lsa, qaysi videoda uzoqroq turib qolgan bo'lsa, shu ko'rilayotgan videoni boshqa hamma ko'rurmanlarga, ya'ni shu o'xshash videoni burun ko'rgan ko'rurmanlarga yoki bo'lmasa ko'rgan ko'rurmanlarniki boshqa videolarni ko'rdi-ku, shu videolarni ko'rgan ko'rurmanlarga tavsiya qilib turdi. Shunlashqa boshqalarningki meniki videomning ichida Uyg'ur xristianlari to'g'risida so'zlangan bu videoda uzoqroq turib qolgani meni shunday hayron qoldirdi. Men aqaqdan suhbatdan o'rinlashtirib, ularningki qaysi foydali, qaysi o'sha ko'rmanlarim bakrak ko'rdigan desam, ahamiyatsizlarni jiqroq ko'rib, toza ahamiyatlik, toza bilishga tegishlik, qo'llashimizga tegishlik yaxshi tushuntirilishlar bo'lgan bu videolarim oz bo'lyotdi.
Meniki o Hristiyanlar to'g'riliq so'zlagan temam nima desa faqat hozirgi o'zimizniki millatiga beshiga kelgan bu kulfat diniy sabablik emas, balki kim o'zimizniki milliy kimligimiz sababdan ekanligini yo'rtib berish maqsadida mana bundaq Uyg'urlarning ichida bundaq oilalar bordi, shu Hristiyan oilalar o'ziniki dini mayli islom bo'lsin, mayli Hristiyan bo'lsin, shunaqa kirib ketgan deb shuni yo'rtib berish maqsadida so'zlagan. Ashta qilib YouTube kanalimdagi ishlar hozircha shunchalik. Anondan keyin sizlarga YouTube kanalimdagi revenue qismini yechib ko'rib baxsam, ko'rsatib qo'ysam hozir sizlarga barliq videolarning ichida oldingi 28 kunda topgan pul $67 debdi. Buni sizlarga ko'rsatishimdagi maqsad texmi ko'plagan Uyg'urlar YouTuber degan bu bir yangi bir kasb sohasiga otlanishini shunga tashviq qilish maqsadida oldingi bir qatim intizor bilan o'tgan suhbatda shu pul tepish to'g'riliq alohida taklif shu so'zlab o'tgan. Hozir cho'ngroq qilayman ya. Masalan, hozir qarasanglar mana $67 bu oldingi 28 kundagi. Mushniki har bir videonikini ayrim-ayrim ko'rsatib bersam qanday deysanglar? Monthly revenue o'tganlik emas 3-oydan boshlab ko'rilganda. Chunki nima desa manba chiqma emas, haftada bir ishki video bo'lsa, oyda aran 3-4 video bo'ladi degan gap. 3 tal video bilan $16, $20, $26, 8-oy mezgilda $66 deb mana chiqibdi. Hamda videolarniki har birisini ayrim ko'rsak, ko'pchilik ko'ratam sizlar. Alloh yaxshi bir narsalarimiz bor demoqchi. Sizlarni yangi sahiflarga tunishtirib, mana qancha 28 kunlik o'xshamamdi. Masalan, Nahmaydan 11da topgan pul $36, Nahmaydan 14da $8, $3 shundaq. Hozir sizlar mushtabda meningki toza kamaydigan videolarimning astlariga inkaslarni yozaverib sizlar $1, $2lik videolarimni $10 chiqarib yetib borsizlar hozir. Meniki maqsadim bu pul tepish emas, yaxshi foydali mazmunlarni ko'pchilik nima qilgan degan maqsadda shunday bir narsani ishlab kelayotgan. Mana bu yangi Uyg'ur YouTuberlik bu bir yangi kasb yaxshi qila olsa, turmushim yaxshi o'tib ketgili bo'ladi deb oldingi shu intizor bilan o'tkazgan suhbatda mana shunday deb aytdik. Intizor o'zi IT o'qigan injenerlik kasbidagi o'ziniki xizmatini tashlab etib, hozir shu full time YouTuber YouTube'da social medianiki masalan onun boshqa o'ziniki nimasi bor, to'rbeti bor. Torbat, YouTube qatorliqlardan kirim qilib, o'ziniki xizmatini qilmaydi hozir. Faqat shu YouTube bilan shug'ullandi. Yangi bir soha. Shunga ko'pchilikninki o'ziniki qandoq aloyligi bor bo'lsa, ko'pchilik bilan nim qilib navoda chiroyini chiqarishni xohlamaydiganlar bo'lsa-mu, aman boshqa bir narsaga o'tgan. Yani sizlarga YouTube'lardan misollarni olib o'tsam, masalan 50 amazing facts deb bir narsani qo'yib, ashlarni tarjima qilib bo'lsa-mu, yaxshi mazmunlarni sunsa, men mas'ulda birisi bor. To'xtamay shundan imlarni yo'llaydigan. Har bir videosida 50 hech kim o'ylab boqmagan, boshqalar diqqat qilmagan bilan do'sh qilib boshida bir yaxshi mazmunlarni dunyodagi eng deganligidekchu. Here are, oh wait, I almost forgot. I started a whole new brand called Factomaniac, where I post. A study led by Dr. Martin Knepler found that per year, the global population of spiders consumes 400 million to 800 million tons of mostly insect prey. They consume approximately the same amount of. Ya, shunda bir kanallar bor, chet elliklarniki, inglizlarniki, har xil temalardagi
Navada gerek Uygurlarning ichida shundoq o'zining chiroyini chiqarishni xohlamaydigan, ekran chiqishni xohlamaydigan Uygurlar bo'lsa-mu, o'zining bilimi doirida yoki bo'lmasa shu to'rlardan izlanib yurib, Uyg'ur tilidagi nurg'un shunday videolarni ishlagan, Uyg'ur tilidagi shu mediada bizningki shu dadalarimizni ko'plab to'ldirishgan degan maqsadda shularni nima qilib nima ishlar bo'ladi deganda o'zimningki YouTube'dagi ishlarni hozircha shunchalik deb turay. O'zimniki yaxshi. Assalomu alaykum. Hindistonlik do'stim, yaxshimisiz? Uyg'ur astronavt. Rahmat. Xayrli sabah, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İşte bara çıxlab, inkaslar çıxlab qalsa o'zim xo'sh bo'lib qolaman. Uyg'urlar shundoq chiq bir narsani yangi yezib tursa, bizningki shu boshqa kanallarga o'xshash, chet elliklarningki shu kanallarga o'xshash, shundoq to'xtamay yonda degan shu o'zimizningki ko'zlari shu o'lgiranmagidek darajada shundoq chiqqan bo'lsa deb umid qilaman. Şunlaşqa sizlarni davomli chaqirib ekranға inkaslarni yozsin deb ko'rayotganlar hozir uni janglab ekan, sizlar ustiga qaraganda besib qo'ysanglar texnicha qiraq adamlar kirib ko'rgach paranglashmoqdik. Nima ishlar bo'lyotidi? Shu YouTube'imda shunaqa ishlar bo'lyotidi. Yaxshi foydali suhbatlarimni oz ko'ryotidi. G'alati temalarimni jiqroq ko'ryotidi degandek. Meniki YouTube'imniki taraqqiyoti hozircha shundoq. 1 yil o'tgandan keyin naq maydon suhbat paranglashgan bo'ldim. Meniki yana bir planim bo'lsa, vaqt kelganda shu qiziqlarni yechib, shu dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar shu to'xtamay telefon uradigan naq maydonda masalan har kuni yangi ishlar yuz berib turadi-ku. Ashuna ishlar yuz bergan chog'da mayada biz topik tanlab, har kuni kunlik xabarlar qilmizmi yoki bo'lmasa ashuna bo'lgan ko'z qarashlarimizni hamisha erkin ifodalay oladigan nondagi musulmon davlatlaridagi Uyg'urlarga bexatar bo'lmagan davlatlardami biz shundaq boshqa bexatar bo'lgan davlatdagilar o'zaro shundaq fikr almashtirib, mediada kuchimizni ko'rsatish orqali, kuchlanish orqali bizning ko'zimiz Turkiyada, bizning ko'zimiz shu musulmon ellarda herkesmi Uyg'urlarni undaq vatanga qaytarib yetadigan uyushurun degandagidek shundaq nimalarga bir ish qilib social mediada kuchlanayli demoqchi. Vaqt kelganda shundaq qiziqlarni telefon qilib, o'zlariniki ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib degandek shunchalik darajaga olib olsam degan bu keyingi nishon. Qani bir 70-80 live stream qilgandan keyin balkim u qiziqlarni yerlarimi boshlanib qola. Ko'pchilik vaqt kelgan chog'da qo'llab-quvvatlab aktivlik bilan fikr qatnashtirib, hozir taraqqiyotim shunday yaxshi yumushda tutum, mana shundaq inkaslarlarni ko'rib intayin xush bo'laman. Hammalarga ko'p rahmat. Shunday paranglashib turaylik. Bu birinchi qatim hozir nima ishlar bo'lyapti deb jonli ishlarni u yoqdan bu yoqdan so'zlashgach birinchi qatim o'rlashtirgan bu erkin suhbat programmam. Oldi bilan o'zimniki YouTube kanalidagi ishlar to'g'riliq so'zladim. Kanadada nima ish bo'lyapti, Amerikada nima ish bo'lyapti, Turkiyada nima ish bo'lyapti degan temalar to'g'riliqni so'zlab baqsaq, Amerikada o'zim Kanadalikini olay. Kanadada nima ish bo'lyapti deysanglar, Konservativ partiyasiningki rahbari almashibdi. Bir hisobda Uyg'ur davosiga yaxshi deb Uyg'ur jamoatining ichida shunday yaxshi degan fikrlar o'tirg'ishib, o'zaro paranglashib, hozir Kanadadagi Uyg'urlar nima qiladi deysanglar, to'xtamay shu petitionga shunday qattiq kuchayotdi. Har kuni degidek Uyg'urlar masjidlarga beradi, masjidga berib shunday imzo to'playdi, imzo to'plagan chog'da qanday deysanglar, Konservativ partiyasiningki bir a'zosi Garnett deb bir a'zosi bor, shu maxsus Uyg'urlar uchun cho'ng ovoz chiqaradi. Endi hozir hukumatda bu liberal partiyasi hokimiyatni boshqarayotgan odam shu. Endi konservativlarniki unchalar ko'p biz uchun ovoz chiqarishi ko'p hozircha hech qanday. Mening bu o'zimniki shaxsan fikrim. Qo'lidan ish kelmaydigan partiya bo'lganligidan hozircha gapini o'tkazolmaganligidan shundoq cho'ng so'zlay oladi-da. Ammo shundoqlam desam bo'ladi endi. Shundoq bo'lsin, shu bir parlamentning ichida ovozini chiqarish uchun, Uyg'urning gapini chiqarish uchun bak kuchayotgan partiya shu Konservativ partiyasi. Garnett to'xtamay imzo to'playdi. Har 30 imzo olgan chog'da nima deydi, o'ziniki bir videosida shundoq so'zlagan.
Menimcha bo'lsa-ku Uyg'urlar, siyosatchilar shu Kanadadagi o'sha liberal partiyasi bilan hokimiyatning ustida kim boshqarayotgan bo'lsa, shularning eg'izidan bir Uyg'ur degan ismni chiqarib, Uyg'ur uchun bir ish qilg'izalagan bo'lsa yaxshi. Endi hokimiyatni talashayotgan partiyalarning ichidagi bir partiyani tanlab turib, shular bilan nima qilish foydasi yo'q emas, foydasi bor albatta, lekin hozircha shu hech qanday foyda degan gapimni takrorlab qo'ymasam. Shu bo'lsa shu liberal partiyasi hozir hokimiyatning ustida kim bo'lsa, shuningki eg'zini ochirishga tirish yaxshi. Endi qo'lidan hech kelmagandan keyin to'xtatmaydaverdi. Cho'qim Uyg'urlarniki genocide deb atashtirishimiz kerak, Magnitskiy qonunni ijro qildirishimiz kerak, qonunlashimiz kerak degan gaplarning hammasini hozir konservativ partiyasi qilyotdi. Qilganim shu pakrak kuchab qilyotdi. Amaliyot hokimiyat ustidagi partiya bo'lsa, liberal partiyasi. O'zimningki arzusi bo'yicha aytgan chog'da hozir bizniki partiyalar xeyli bor. O Cumhuriyetchilar partiyamiz bor. U yerda bu yerda tizimlatgan partiyalar bor. Meningcha bo'lsa, partiyalarni vatanni ozod qilish o temani amaliy bir amaliyotdan chiqish qilib aytsak, vatanniki ozod bo'lishiga xeyli vaqt bor. Meningki o'zimniki o'ylashim bo'lsa, mening bir partiya bo'lgan bo'lsam, qanaqa qiladim desanglar, o'zimniki turishliq davlatninki siyosiy sahnasiga kiralaydigan bir partiya bo'lgan bo'lsa deb arzu qiladim. Masalan, shu Kanadaniki o'zini olib aytsak, bir Sikh community deb unda 100 ranglik beshiga salla kiyib olgan hindistonliklar bor-ku. O'shaniki kuchi intayin zo'r. Oldingi qitimliq nimada? Saylamda Kanadaniki bosh ministriga saylaydiganning ichidami o'shaniki birsi, shu Sikh community deb beshiga salla taqaydigan shu hindistonliklarniki partiyasi shundoq kuchli. Mening nazarimda bo'yicha bo'lgan chog'da vatanni ozod qilish degan u nimani qo'yib turib, o'zimizniki bor davlatdagi siyosiyga aralasha oladigan shundoq bir partiya bo'lgan bo'lsa, masalan Kanadada bir shaharning o'zida 500 dan ortiq oilalar uchun Kanada bo'yicha 5000 dan oshadi. Deyman Uyg'urlarniki soni shu partiya bo'lsa, partiyaniki nimaligini desam, shu tekshirib baksam, partiya to'g'riliq siyosiy partiyalarniki roli degan chog'da shu o'ziniki hukumatiniki, o'ziniki davlatniki hukumatning ichiga kirib shu huquq talashadigan shundoq partiyalar bo'lsa, bizniki Uyg'urlarniki o'zimizniki Kanadada kim bildi kelgusida Uyg'urlarning ichidan Kanadaga bosh ministr bo'lgan bir kelgusi ular chiqamdi, shundoq siyosiy yo'llarni yetishtirishimiz, shundoq siyosiy ishlarga aralashadigan o'zimizniki shu davlatimiz, turishliq davlatimizniki siyosiy sahnalardan o'rin oladigan shundoq partiyalar bo'lgan bo'lsa deb o vatanni ozod qilish partiyalari Amerika yordam qiladi, Kanada xuddi hammasi miki bu mumkin emas deyish bo'lmaydi albatta. Cho'qim umid bilan yashashimiz kerak. Lekin shundoq bo'lsa-mu, amaliyotdan chiqish qilib aytgan chog'da ishlar xeyli bor. Amaliy qila oladigan ishimiz bo'lsa, biz shu davlatninki a'zosi bo'lib bo'lgandan keyin albatta shu davlatimizniki, yangi davlatimizniki siyosiy sahnalarga kira oladigan bir ish qilishimiz intayin muhimdi. Siyosiy sahnalarning har qaysi yerlardan o'rin olgan bo'lsak, Uyg'urlarmi qaltis millat hamishdan qilaydi kelgusida qaysi bir davlatninki bosh ministri zontung bu qalamdi tahi. Amerikada nima ish bo'ladi desanglar, shu Trumpniki tunugin u nimalari shundoq siyosiy ayollar bo'lganda qaltis so'zlaydigan shular qarab bo'yu mening siyosiyim shundoq bir ayollar qasam bo'lmamdi degandek shularni o'ylab ketdim. Donald Trumpniki qo'llovchilari bek ko'p. Bizningki Uyg'urlar nima deymiz endi bir tarafdan ko'rsak shu tarafga biraqlam eg'ib ketadigan shundoq bir ishimiz bor bizniki. Bir odamniki yaxshi qilgan yaxshilarning ichida biroz xato bo'lib qolsa biraqlam shu tarafga eg'ib ketadigan degandek shundoq ishlarimiz bor. Donald Trumpniki nurg'un bo'lmaydigan taraflarimi xeyli bor, lekin Uyg'urlar masalan o'zimizdagi Uyg'ur qonunlar misolga olsak, qonun ma'qulanib uzun o'tmaylar mana ijro qiladigan chog'da savdo manfaati uchun ijro qilishni keyniga surganligini jakolati bir qatim keyniga surdi.
Onundan ilgari musulmonlarga qolgan bu ko'z qarashimi yaxshi emas. U yerda musulmonlarni davlatga kirgizmay, musulmonlarga viza cheklimlariga cho'ng cheklarni qo'yib, masalan, nurg'un Uyg'urlar odatda Amerikaniki vizasini ololmaydi hozir. Oshunga o'xshash bu boshqa musulmonlarga ham shunday cheklimlar bor. Musulmonlarga bundan boshqa Iroqda, Suriyada bo'lgan ishlarniki hammasida Amerikaniki qo'li bor shu. Begunoh bolalar o'lib ketadi. Uchiqdan uchiq musulmonlar mayani sik deb ashunday deydigan uchiq gaplarim bor. Donald Trumpniki u yomon taraflarini ko'rmay Xitoyga qarshi chiqadi, yaxshi tarafini qiladi deb u Donald Trumpniki nurg'un gaplarida odat o'ziniki gapini tutamaydiganlar, melqi o'ziniki gapida tutamaydigan deymiz, gapida turamaydigan deymizmi? Ashunday taraflari ko'p. U yerda musulmonlar qattiq himoyachilar bor bo'lsin, biz Uyg'urlar ko'p Uyg'ur musulmonlarga yordam qilgan bo'lsak, Donald Trumpga yordam qilgan bo'lsak, thank you Donald Trump deb ketishlarimiz bor, vaqirib ketishlarimiz bor. Bir qatam shunday men maxsus video ishlab, rahmat Amerika deyishimiz kerak. Aning ichida yurgizayotgan ishlar biz Uyg'urlar to'g'riliq bo'linayotgan gaplar, bo'linayotgan vujudga chiqqan ishlar, qonunlar, maqom loyihalari, shu butun hamsi kongresslarniki ishi, shu Amerikani yurgizayotgan shu bir turkum siyosatchilarniki hammasiniki tirishchanligidan kelgan, shunlashqa biz gap qilgan chog'da rahmat Amerika deyishimiz kerak. Donald Trump xato desam, uni ko'p Amerikadagi bir qism Uyg'urlar ayrim uchur yozganlar bo'ldi degandek. Hamma tarafni yaxshi ko'rishimiz kerak. Qaysi ish to'g'ri, qaysi ish xato? O'zimizniki kallasi bilan o'ylashimiz kerak-da. Masalan, bu ishda Turkiyada bo'layotgan ishlarni aytaylik. Turkiyada nima ish bo'layotdi desa, yaqindalar shundoq vatanga qaytardi, shu Xitoy bilan ishkisini ko'tirsida, shundoq maxfiy kelishimlar, maxfiy chalishimlar bor ekan degandek gaplar o'tirib chiqdi. Ular chiqqandan keyin butun Uyg'ur jamoatining ichida ikki qutbli qo'shi ayrim ikki xil fikrdagilar o'tirib chiqib so'qishib ketdi. Birsi Kanada deyman, Turkiya unda qilmaydi desa, nima degan bilan har bir davlat o'ziniki manfaatini o'ylaydi, bu balkim bo'lishi mumkin deyishdi. Ishlar shundoq o'xshamaydigan fikrdagilar shuning bilan to'g'ri dunyosida Turkiyadagi qarindoshlar to'g'riliq shundoq qaynab ketdi-da. Bizningki ba'zi odamlarimizmi qiziqgan deb o'ylab qoldim. Shu to'g'ri tushayotgan inkaslarga qarab, deyilayotgan gaplarga qarab, endi uningda asosan qanaqa ekan desa, shu o'zi Turkiya vatandoshligini ilib bo'lgan kishilar qattiq qarshi ekanda, Turkiyaga qarata qat'iy unday gap qilishga bo'lmaydi, bo'lmasa ziyon bo'ladi, Uyg'urlarga foydasiz bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi deb shunday shu tarafda ekan. Uyg'urni qat'iy sotmaydi deb chaqirib oldi ekan. U yerda Turkiyaniki o'ziniki odamlari, o'ziniki siyosatchilar o'z og'zi bilan deb beryapsa, o'ziniki yoshi nima majlisning ichida 5 kurush para uchun Uyg'urlarni sotdingiz deb aniq deb tursa, Uyg'urlarning ichida yana yo Turkiya bizni sotmaydi deb. Oyada sotdingiz deb gapni aniq deb beryapsa, Turkiya bizni sotmaydi, Turkiya uni qilmaydi, Turkiya buni qilmaydi. Amaliyotda ko'rmak qilmaydi, yanning ichida nima ishlar bo'ladi, siz nima bilasiz, yanning ichidagi gaplarni turk siyosatchilari o'zlari deb beryapsa, 50 ming Uyg'urni qaytaramiz degan chalishmalar bo'lganligini o'z qo'lim bilan shunday ishlar bog'liqlik qo'lim yetib keldi deb yana bir aylanma shunday dedi. Shunday desa, yana Uyg'urlar yo Turkiya unda qilmaydi deb. Ko'zimizni ichib, oyada nima ishlar bo'lyapti, o'zlarining og'zidan deyilgan gaplarni murod qilayotgan darajada shunday ko'zimizni yetsa, qanday bo'lg'indi deb. Shundan bilan anondan keyin yana bir qiziq ish bo'ldi. Bizningki faoliyatchilarimiz Arslan, Quzzat, to'xtamay Turkiyadagi qarindoshlarni shularni saqlab qolish uchun o'tirg'i chiqdi-da, ular degan gaplarim hozir nimning o'z dilim olay desam hozir topolmay qoldim bu. Twitter'ninki o'z dilim. Quzzat Altay, Amerika Uyg'ur qaysi xabarga bir xabarga chiqib ekan-ku, shuni chiqqandan keyin Turkiyaniki go'ch idorasi uningga qarshi gap qilibdi, ondan keyin Amerikadagi darnak boshlig'i Quzzat yolg'on gap qilyotdi deb.
Şu tweet chiqqandan keyin shunda xush bo'lib qoldim-da, ostiga tushgan inkaslardan nima desa, shu Zinnat Gultursunniki evatilgan xabarlari deb Uyg'urlar bir muncha amaliy misollarni elib, o'shaga ostiga inkas yozib qo'yibdi. Qasli biz shunday ittifoq bo'lishimiz kerak. Shu Quzat Altayga o'xshash, Arslan Hidoyatga o'xshash faoliyatchilarimiz to'xtamay so'zlab turgandan keyin bir davlat cho'chiydi. Shunday bir kuchli faoliyatchilarimiz bor ekan, social mediada ta'sir qo'zg'ay oladigan kuchli faoliyatchilarimiz bor ekan deb shulardan faxrlansak bo'ladi, shularning qilgan ishlarini qo'llasak bo'ladi. Quzatniki u yerda deyotgan gaplarimi o'rinli gaplar yo'q emas. Masalan, men o'zimmi 2018-yili Turkiyaga borgan chog'da 10 ming odam tizimlagan degan to'rdan davomli anglaysizlar-ku. Men shuniki bevosita qatnashuvchisi. Men borgan chog'da men ko'rgan Uyg'urlarningki hozirniki o'zida desam, Turkiyadagi Uyg'urlarningki ahvolini yaxshi deb aytgili bo'lmaydi. Biz tizimlagan kishilarning ichida 90% dan ortiqninki hammasi chalishni izni xizmat ijozatnomasi yo'q. Sug'urta deydigan-ku yo'q, xizmati borlarningimi. Turkiyadagilarningki kuni yaxshi emas. Shu yerga borgan 2 hafta vaqtning ichida 2018-yili shu 11-oy mezgilda tizimlashda shu 1 yilning ichida desam, bir ayning ichida 10 mingdan ortiq Uyg'ur Turkiyadan ketmoqchi bo'lgan degan cho'ng xabar voy. Turkiyadagilarningki yaxshi deb masalan boshqa davlatlarni surishtirdi odatda Uyg'urlarning ahvoli qandoq deb Amerika'mı so'raydi ekan, Kanada'mı so'raydi ekan, Turkiyadagi kimdan so'raydi? Shu yerdagi dernek boshliqlari deganlardan so'raydi, ya'ni o'sha o'zi bildigan cho'ng tashkilotlarning boshliqlaridan. Bizningki tashkilotning boshliqlarimiz albatta u yaniki Turkiyaniki vatandaşlığını elib bo'lgandan keyin o'zininki davlatiga qarshi gap qilib bo'lmaydi-da. Albatta o'zimizniki Uyg'urlar Turkiyada yaxshi yashayotdi deydi ekan, shuning bilan Turkiyada yashayverdi ekan. Amaliy ahvolni faqat shu faoliyatchilardan va Turkiyada yashayotganlarning bir qism yurakli gap qila oladiganlar o'zlaridan olmasa, vatandaşlık elib bo'lgan dernek boshliqlari albatta Uyg'urlarni yaxshi ta'vagandan keyin shu ishda yaxshi yashab qolaverdi degan gap. Bo'lmasa Amerika, Kanada va boshqa Avstraliya qatorli davlatlar hammasi ko'chman qabul qiladigan har qaysi davlatlardan bo'libmi Turkiyadan asylum seekers deymiz-ku, panohlik tilaguvchilar, masalan nurg'un necha ming'an BDT'ga iltimos qilgan kishilar bor. Ashlarning orasidan tanlab o'zlari davlatlari bo'lishib olgan ashunday UNHCR'ningki ashunday programmalar orqali Kanadanikimi men dastlabda so'zlagan nimalarimni so'zladim-ku, ashiliqi panohlik tilaydiganlarniki qabul qilgan masalan Kanadami har yili immigrationda ko'chman qabul qiladi. 3 yilning ichida million ko'chman qabul qildiganlarning ichidan taxminan qancha? Men boshqa bir kuni shu hukumat Kanadaniki hukumat to'rbetini ichib ko'rsatib qo'yay. Ko'chman qabul qildiganlarniki mancha persenti deb shu refugee panohlik tilaguvchilarning ichidan qabul qilib akiladi. Har yili qabul qilayotgan sonimi shu hukumat to'rbetidan aniq ko'rsatib turadi. Hozir shu rcgc.ca boshqa bir kuni ko'rsatay bo'ldi. Kanada hukumat to'rbetiga kirib ko'chmanlarniki soni, qabul qiladigan refugeelarniki soni, UNHCR'niki dunyoning hamma yerida bor. Masalan, shu Kanadaniki o'zilla Qozog'istondagi UNHCR'ga tizimlatgan Uyg'urlarniki ichidan kelganlari bor. UNHCR'ga iltimos qilib, yana BDT'niki panohlik tilaguvchi salohiyatini elib, asylum seekers deb saqlaydi. Qo'liga materiallarni olib qo'ygan ekan, qaysi davlat shularni qabul qilsa shu yerga olib ketadi. Shunga o'xshash Amerika, Kanadalar Turkiyadagi Uyg'urlarni so'rgan, u yerdagi ahvol qanday degandan keyin shu yaxshi yashaydi deydi. Turkiya vatandaşlığını elib bo'lgandan keyin o'z davlati, o'z vataniga qarata, ya'ni Turkiyaga qarata qarshi gap qilsa bo'lmaydi-da, yaxshi gaplarni deydi. Bu yerda Uyg'urlar bilan turklarniki tili o'rtoq, yaxshi yashayoladi degandan keyin men 2018-yili shu tizimlash
Boğan çağda Ankara'ya berip, Abdukayım işkimiz şu Kanada'nınki turuşuq bir elçisi bilen görüşken. Onun kendili ama şu UNHCR'nınki elçisi bilen men qaytıp kelgen. O Abdukayım şöyle kılıp şular bilen görüşken çağda eniq degen UNHCR'ga tizimlatkan Uygurlarmı ba? Adeta Uygurlarni hech qandaq bir davlatga tavsiya qilmagankan shu chog'da 2018-yildagi gap. Chunki nima desa shu yerda yaxshi yashayotidi, tili o'xshash, madaniyati o'xshash deb shunlashqa Afg'onistondan kelgan, Suriyadan kelgan boshqa BDTga iltimos qiluvchilarni boshqa davlatlarga tavsiya qiladigan materiallarni topshirib berdigan Uyg'urlarnikini shu yerda yashayverdigan. Amaliyotda bo'lsa faoliyatchilarimiz bizning shunga o'xshash ananikin Turkiyaniki o'zidagi yashayotgan kishilar bo'layotgan ishlarni o'z og'zi bilan deyalgan bo'lsa, texnik bakrak ta'sir bo'lsa, odam bu salohiyat biz boshqa odamlarga o'xshash yashay olishimiz aqalli insondek yashash huquqimiz hammamizniki bor. Masalan, biz Kanadada yashayotimiz. Kanada'nınki köşmeleriga qarab baxsanlar sirtlarga chiqqan chog'larda qahvaxonalarda Somalidan kelgan, Jamaikandan kelgan, u yerdan bu yerdan kelgan degan nurg'un oshlarga ba'zida qarab qolmani mushlar chig'ida Kanadaga kelalaydi. Uyg'urlar kelgan bo'lsin, Uyg'urlarning ichida har isli odamlar bor desa, shular biz bir turkum kelgan bo'lsin degan yaxshi tiyda boshina o'ylab ketaman. Amaliyot bo'lsa shundoq. Gapni ochiq deyolmagandan keyin to'g'ri amaliy haqiqiy ahvollarni ochiq deyolmagandan keyin bo'libmi Turkiyada yashayotgan qarindoshlarniki o'zlari bexatar emaskan. Men o'zim YouTube'da video ishlaydigan odam, ko'pchilik ba'zida shunday aloqalashadigan odamlar uchrab qoldi. O'zim 2018-yilda Turkiyadagi tizimlash qatnashgan chog'da nurg'un kishilarniki nurg'un hikoyalarini anglagan. Hatta bazıları bilen o'zaro paranglashgan ovozliq videolar degandek intervyu beramiz emasmi? Ashunday bir qism materiallarmi bor. Andan keyin Al Jazeera shu ayni chog'dagi tizimlash ishxonasiga berib maxsus video ishlagan. Ashning ichidagi Al Jazeera'ningki bir videosi bor. Nowhere to call home. Uyg'urlar hech yerni o'z uyim deb chaqira olmaydi deymizmi? Endi tarjima qilamiz uni. Ashunday bir video bor. Ashning ichidami bizningki tizimlash xizmatimizni shu chog'da shu o'ziniki videosi qo'shib 3 minutda turibdimi? 3 minutlik shu to'g'riliq gap bo'lgan. Ashiyadagi Turkiyadagi Uyg'urlarniki qanchalik qiyin ahvolda ekanligini, qanchalik Turkiyadan ketish orzusi bor ekanligini degandeklarni hammasini shu medialarda Al Jazeera'niki kanalda deb o'tgan. O yerdagi qarindoshlarimizning ichida har qaysi shu İzmir musafirlar lageri bulamdı, o'ziniki kechirmishlarini so'zlab bergan chog'da ular hozir u yerlardan chiqibmi yana o'zining peshidan bo'lib o'tgan ishlarni so'zlayolmaydi ekan. Men o'zim bevosita aloqalashib gap qilganlarmi bor. Ayni chog'dagi paranglashgan vaqtda siz shundoq ishlar degan gap shu peshingizdan o'tgan ishlarni bir deb bera olamsiz, shuni bir video qilib ishlab chiqargan bo'lsak desam, men bir safe cevap berib olgandan keyin anandan ish qilsak, hozir men bu yerda Turkiyada o'to'g'riliq o'zimga ishdek bag'immi yo'q, hech qanday gap qila olmayman deb boshliq deydi ekan. Demak, u yerdagi xalqimiz hatto o'ziniki bexatar ekanligini aniq bilmay bexatar emasman deb qo'rqib yuradigan Turkiyadagi bir davlatimizdami biz o'zimizniki ikkinchi ona vatani deb qaraymiz-ku. O'sha odam o'zini bexatar his qila olmaydi ekan. Hamma shuni deyolmaydi ekan. Bexatarlik masalasi bizniki Uyg'urlarniki hozir eng chong biz yashasak bo'ldi hozircha. Vatanda bu ba'zi ko'ngilsiz ishlarni, ba'zi ochiq ishlarni degan siri gaplarim ovozlarim titrab yaxshi chiqolmayapman. Shunlashqa Turkiyadagi o'zidagi xalqlar ovoz chiqaramasa, biz sirtda yashayotganlar chuqur ovoz chiqarishimiz kerak. U yerdagi amaliy ahvollarni haqiqat bo'yicha aytishimiz kerak. Arslan Hidoyat qarindishimiz harmay talmay, Quzat Altay qarindishimiz harmay talmay, to'xtamay social medialarda shunday ovoz chiqarib turishniki o'zi o'z Uyg'urlarimizniki manfaatini qo'g'diganlik, shunday yoshirin qaytarilib yetish xavfining oldini olganlik. Shular gap qilgan aman
Türkiye'nin her qaysı organlarını avaz çıkıdı. Aş Twitter'ını tep göstüp berey desem sizlerge hiçbir tapamay kaldım bu edi. İnkasırınızdan köyge işkep bulayma. Tizimlatkanның natijasi qandaq bo'lib ketdi? Hozircha natija chiqmadi. Men mush to'g'riliq yana bir video qilaymi? Maxsus mush Turkiya nima to'g'riliq bir plan qilib qo'yg'ili xili bo'ldi. Ko'pchilik meniki kanalimga ergishilib qo'ng'iroq belgisini ichib qo'ysanglar, ben mush to'g'riliq maxsus bir o'zimniki shu Turkiya safarim, uningdagi borgandagi ishlar, uning jarayonidagi ishlar, uningdagi son separlar degandek hamma gapni rost qilishaylik. Başlarını məmsini birdən özümniki bilgilerini, özümniki beşidin ötközgen şu bir safarimni bir video qilib ishlagash, maxsus bir o'rinlashtiray. Mr. Trudeau. Kanada'nınki köşmen qabul qilish işi to'g'riliq. Torbetniki özünün nam içip son separlarını köstü qo'ydi desem, nemişki şu Uyg'urlarniki shularniki ichida ma'lum bir salmoqni egallamaydi deb maxsus darslariga qatnashib o'qib baqdim. Meniki asosliq maqsadim dastlabda mushu YouTube'ni boshlagan chog'da asosliq maqsadim Kanadaga nurg'un Uyg'urlar kelgan degan maqsadda ashunaq o'zimniki bildiganlarimni o'rtoqlashgach, keyin darsga qatnashdim. Darsni bir tarafdan o'rgangach, bir tarafdan ko'pchilik bilan o'rtoqlashib oldim. Ananın kinişkini aldım. Ta hazırgacha kinişkini bir qatam ishlatib boqmadim. Onundan nurg'un programlarni o'rgangan, mandaq yo'llar qilib Kanadaga mandaq ko'chman qabul qiladi deb. Eng muhim bo'lgan ish hozir o petitionlarmi, namoyishlarmi hammasi muhim albatta. Uningdami muhim bir ish bor. Azad vatan qurimiz deymiz, onu qilimiz deymiz, bunu qilimiz deymiz. Ularmı muhim albatta. Lekin ularga amal yo'q-da. Vatanning ichidagilarni qutqizolmaymiz-da. Bizningki eng muhim deb biladigan ishimiz ish bo'lmaganda vatanning sirtidagi yashayotganlarni bo'lsin bir bexatar joyga yetkash. Shu orqali Uyg'urni saqlab qolish. Vatanning ichidagi o siyosiy kuch bilan zorluq kuch bilan insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan bir millatni yo'qotib bersa, biz baribir bu yerda qancha vaqtimiz bilan bu yerda ish qilmaymiz-da. Bizniki qo'limizdan keladiganini ham qilishga tegishli ishimiz chet elda yashayotgan barliq Uyg'urlarni shu bexatar joyga yetkazib oyat qilish. Shu qiladigan ish asli. Avstraliya, Amerika, Kanada, Yevropadagi maxsus shunday ko'chman qabul qiladigan, refugeelarni qabul qiladigan davlatlarga bexatar joylarga Uyg'urlarni yetkazish. Shu muhim ish. Shundaq deb andan keyin dastlabda boshlangan chog'da shu ekranga chiqmay turib, shundaq bir qism yo'llarni tunishtirib, bir yil 2 yilning oldidagi gaplar. Hüseyin Tecelli ekraniga chiqib, Kanada'niki mandaq siyosatlari bor deb so'zlab yurib, keyin andan biraqlam ochiq oshkora video ishlab, andan keyin ko'pchilikka foydali mazmunlarni sunay dedim. Men kompyuterim o'chib qolay debdi. 1 minut to'xtab turinglar. Sorry. Müzik qo'yay desam birdan ulam o'chib qolmasin dedim. Kompyuterimni tok chatmaylam live stream qilaveribman.
Ha, endi bo'ldi. Sorry. İnkaslar qaraqashga qo'ya Amerikaga qo'g'ala ishlash so'qismagandan keyin yashil karta degan narsani chiqmay saqlab turibdi. Amerika bilan Kanadani solishtirgan chog'da men o'zimningki shaxsiy fikri, Kanada yaxshi. Amerika necha yilgacha ishlar hal bo'lmay ketgan Uyg'ur qarindoshlarimiz ko'p. Yillab saqlaydigan gap shundoq uzun vaqt ketdi. Kanadaniki immigration sistemasi shundoq ishlar tartiblik, bu yaniki sistemasi, ijtimoiy farovonlik degandeklar Kanada yaxshi. Amerika ba'zida o'ylab qolman shu yerda bo'layotgan qalaymi qanchaliqlar qarab, Xitoydan betar bo'lib ketparamnimi deb ketgandeklar. Undaq desam Amerikani suydiganlar, amerikaliklar ochiqlar kelmasin. Meniki shaxsiy fikrim. US already is a disaster degandeklar. Amerikaga necha qatim bordim, har qatim borgan chog'niki birinchi kunida mashinada tapancha etish, u yerda bir snayt etibdi, bu yerda bir snayt etibdi degan ishlar bo'lib qolmanda. Ko'chalarda mas xuddi hamma odamniki qo'ynida tapancha bordeklar bilindi. Kanada yaxshi. Kanadaniki kelgandan keyin qanaqa bo'ladi desanglar, Uyg'urlarning kimda beshiq keladigan shu kulpatan miyaga basa shu refugee, panohlik tilguvchi bo'lib qoladi endi. Ko'pincha alloda. Kaplam ikki usuli bor. Birisi shu aeroplan stansiyasida, shu aeroportda tushgan chog'da panohlik iltimos qilish, yana birisi Kanadaga kirib bo'lib, bundan keyin shu immigration ishxonasiga berib, shu yerdan panohlik tilash ikki yo'li bor. Endi siz Kanadaga kaplam panohlikqa iltimos qilsangiz, qanaqa bo'ladi desangiz, sizningki salohiyatingiz refugee claimant bo'ladi, ya'ni panohlik tilaguvchi. Panohlik tilaguvchi degan mazgilda siz saqlaysiz andan keyin sudninki vaqtini. Qo'lingizga shu refugee claimant degan qog'ozni bergandan tortib, sudingiz echilg'ichi bo'lgan oraliqda sizningki salohiyatingiz panohlik tilaguvchi. Andan keyin o jarayonda bir oyga qolmay, masalan, o'qiyman desangiz, bir maktabniki o'qish qog'ozi bo'lsa, siz ilqi study permit berdi yoki bo'lmasa o'qimayman, faqat ishlayman desangiz, o chog'da qo'lingizga ilqi work permit, uni o'zingiz iltimos qilasiz. Sirtkilar va boshqalar odatda work permit iltimos qilsa, permitningki nimasi haqi $150 shundoq. Lekin bu refugeelarningki mayli study permit o'qish ijozatnomasiga iltimos qiling yoki bo'lmasa ishlash ijozatnomasiga iltimos qiling, u haqsiz. Hatto o'zingizningki meniki hech narsam yo'q, hatto advokat taklif qilgan ham pulim yo'q desangiz, kelib qanaqa bo'ladi desa, shu refugee claimant bo'ladi. Hammani shu legal aid degan bir narsa bor, shu haqsiz o'rlashtirib berdi. Endi bizniki Uyg'urlar qanday desa, hamma narsadan qo'rqadi-da. Hamma ishini bir kim qilib bergan bo'lsa deydi. Shunga shu bir Uyg'ur yoki bo'lmasa shu advokatdan birini tepib shularga pul berib $5,000, $6,000, $7,000 degandek. Hamma ishni shundan qilg'izdi. Haqqi pulni topshirsangiz, o'zingizniki hikoyasini yozib berdi. Hatto doktorxonalarga tekshirishgacha bilan olib berdi. Nimalar bor? Shu refugee claimant degan qog'ozni bergandan keyin sizniki bir haftaning ichida qilishga tegishli ishlaringiz bor. O yerda doktorxonaniki tekshirishlari bor degandek. Ammo shu sud echilg'ichi bo'lgan oraliqda sizniki salohiyatingiz refugee claimant bo'ladi. Sud sizga bir parcha qog'ozni chiqarib, rasmiy refugee statusini olgandan keyin sudninki qog'ozini ko'tarib olib, bundan keyin o'zingiz shu yashil karta deymizmi? Amerikada qo'y yashil karta, menda permanent resident deymiz. Permanent residentga iltimos qilsangiz bo'ladi. Shu permanent residentga iltimos qilishdan ilgirki vaqtlarni 2 kunni 1 kunga hisoblamda, shundoq jami ish qilib kartani olib bo'lgandan keyin odatda shu ilgari 4 yildan keyin 3 yilga o'zgardi deyotganda 3 yil Kanadada tursangiz, andan keyin vatanniki citizenligiga iltimos qila olasiz. Mashaniki pasportga iltimos qila olasiz demakchi. Ammo pasportga iltimos qilishdan ilgari yana u yerga olmoqchidim, bu yerga olmoqchidim, Turkiyaga olmoqchidim degan bo'lsangiz, o sudninki vaqti suddan o'tib bo'lgandan keyin o'zingizniki shu
permanent resident iltimos qilsa emas, sudninki qog'ozi u boshqa materiallarni olib travel document deydi odatda. Travel document shu sayohat pasporti deb qo'ymizmi? Kanadaniki sayohat pasporti iltimos qilsangiz bo'ldi. Shu iltimos qilgan pasport orqali o'zingizniki asli turishliq davlatga qaytarmaysiz. Boshqa davlatlarga borsangiz bo'ladigan shunday sayohat pasporti bilan laygorsiz ish qilib cheklanmagan davlat bo'lsa berib kelsangiz bo'ladi. U sayohat pasportini iltimos qilish uchun cho'qim sizga 3 kepil bo'lish kerak. Ya'ni sizni taniydigan odam, shu odam shu deb beradigan bir nimalar bor. Ularning maxsus shu Kanadadagi birasini taklif qilgan gapmiki yo ekranga yo ruqyat o'tish xonim bo'lamdi, shu refugeega iltimos qilish tartiblarini maxsus bir qaytadan bir nimqilay. Qaytadan bir suhbat o'rinlashtirib, ko'pchilikka foydali bo'lgan mazmun bo'lsa, o'ziniki dollarni yonchiqida saqlab qoladigan, Uyg'urga yaxshi foydali bo'ladigan temalar bo'lsa, o'tirg'a chiqay. Qanima aloqalashib boqay. Texmo tafsilroq so'zlab beradigan birisi bo'lsa, shunchalik deb beray. Kanadaga kelgandan keyin odatda salohiyat shu refugee claimant bo'ladi. Sotdan o'tib bo'lgandan keyin statusi refugee bo'ladi. Refugee statusini olib bo'lgandan keyin permanent resident, mishaniki mangulik o'tiraqlash kartasiga iltimos qiladi. Uni olib 3 yil 4 yildan keyin Kanada pasportiga iltimos qiladi. Tartiblari shundoq. Hem Kanada'daki status degan joyda qanaqa bo'ladi desanglar, birisi shu refugee status, undan boshqa statuslar, yana student status, work status. Work statusninki ichida bir muncha turlari bor, shunday bilinadigan. Masalan, bola beqish yo'li bilan kelgan, yana bir yilqi pilot immigration plan bilan kelgan. Hammasiniki ayrim bo'ladi. Bu qadimki programmada namsa men o'zim keyingi qiladigan ishlarimni bilib oldim-da namsa. Ikki qadimki so'zlaydigan materiallarniki, temalarning ichidan birisi Turkiya safarini so'zlay. Turkiyadagi tizimlash jarayonida bo'lgan ishlarimni so'zlay. Andan keyin yana bir suhbat o'rinlashtiray. Suhbatninki temasi Kanadaga kelgandan keyingi iltimos jarayonlari qanday bo'ladi deb o'to'g'riliq bir so'zlay. Yuştaq parang jarayonda jihnanslar qalliga kelib qoldi emasmi? Ko'pchilikning mayga inkaslarni yezib, shundaq tapaganiga rahmat. Taqdim bag'dini so'zlashayli deyishib, shu Kanadadagi ishlarni so'zladik, Amerika to'g'riliq qazaq so'zladik, Turkiya to'g'riliq so'zladik. Andan keyin yana Kanadaniki bu yaniki ish tartiblarini azroq so'zladim. Taqdim bag'dim shunchalik bo'lsinmi? Turkiyada u tizimlaganlarniki material Xitoyga ketibdi deb gap chiq. Allah. Sizlarniki materialingizlar shu Xitoydan kelgan tursa, yana u yerga nima ish qildik a? Bu yerga ketmasam zaten batis shularniki qo'lida. Shulardan bergan Chinese passport, Chinese identity. Bu to'g'riliq ayrim so'zlaydigan bo'ldim bo'lmasa, ko'pchilik abont bo'lib qo'ng'iroqni ichib qo'yingizlar. Kelarki temam bak qiziydigan o'xshaydi qaraganda. Buni mazmunlarni yaxshi so'zlash uchun o'zimniki o'ylaganlari va amaliy bo'ladigan ishlar degandeklarni. Turkiya Xitoyga amroq. Amaliyat shu. Turkiya emas, butun dunyo hozir Xitoyga beqinib qoldi. Xitoy taraqqiy qilib barliq mollarniki ishlab chiqarishni hammasi made in China. Butun namiya Xitoyga beqinib qoldi. Nima desa Xitoyda nima tursa shu. Odamni majburiy shiltidi, arzon emgak kuchi emas, bekorlik emgak kuchi. Boshqa shiltidan tursa, ma'lum bir narsani yasab chiqish uchun, ma'lum bir mahsulotni chiqarish uchun unga ketadigan eng cho'ng expenses deymiz. Eng cho'ng expensesniki biri shu labor emgak kuchi tursa. Shunga Xitoyniki mollari arzon,
Hamma arzon narsaga amroq o'sha qilib hamma davlatlar shu Xitoyga biqim qamamdi. Ishlab chiqarishninki hammasi Chinada bo'lgandan keyin shu shundoq. Xitoyning puli statli pulga. Puli bo'lsa ham odamga tatliqda. Naq to'g'ri gap bo'ldi. Qaysi gapim to'g'ri bo'ldi, qaysi gapimga qatadigan bo'lganimiz buni bilmadim. Men qiziqmayman Turkiyaga. Undaq degan narsalar Turkiyaga bir berib baxsan sananikin bilsiz. Men ayni chog'da Turkiyaga bordim, aeroplandan tushdim. Avtobus bilan Zaytunburnuga bordim. Aşağıda bir Türk bala yolda şu nimede işleydiğim balken, aeroplan stansiyada işleydiğim balken, şu kolumdaki adres qarab, şu tamamlıkta şu ta ki şu özümdeki turduğum mehmanxonagacha apirib qo'ydi o Türk bala. Kilaqitimliq şu Türkiye safarini so'zlagan chog'da şu barliq yo'ldagi safardagi şu nimalarimni bir ko'r so'zlay. Turkiyaga borsam, avtobusga chiqqanki gaplar. Aeroplandan tushiblam ikkinchi bekat bor, nima dey xudoyim. Yalaqa bir nima markaziy cho'ng bir shahar nima savdo markazi bor ekan-ku, uni avtobusdan chiqayotgan gaplar. Hamildim qilqimga shundoq yaqinlik filmda, vatan degan bunda qilamdi nima degandek biz degan vatansiz yurgan odam bo'lgandan keyin Xitoyga borsaqmi shu Amerikada Xitoycha tushuntirish, quloq Xitoycha gaplar olinib turdi. Turkiyaga beriblam, aeroplandan tushiblam, aeroplanning ichidagi gaplarni chiroyli sevgili çocuklar, hanımlar, efendiler degandek gaplar shundoq balanda haqiqiy vatan es qildirgan ya Turkiya ekan deb o'ylab qoldim men shu chog'da. Borgandan keyin bir qatim borsangiz bilasiz, mehri sixiy ekan u. Laura Dani, yaxshimisiz? Turkiya pasporti bilan Kanadaga berib panohlik tilasa qabul qilinish nisbati shukurmidi deb. Panohlik degan gap o'zimniki hayotiy xavf ichida qoldi deb o'ylasangiz, o'zingizniki davlatiga qaytamsangiz, ya'ni Turkiyaga qaytamayman deb o'ylasangiz, ashlarni yetarli isbotlab bera olsangiz, albatta Yevropa taraflarida shu Turkiyadan kelgan nurg'un turklar mashinadan qilib qolgan tursa, Turkiyaning ichida yana u partiya bu partiya ish qilib burunqi shu panohlikqa oid ishlagan bir videolarim bor. Ashlarning ichini yaxshi diqqat qilsangizlar shu panohlik tilash bilan immigration ikkisiniki farqini so'zlagan bir videolarim bor. Shuningda xili ko'p mazmunlar bor. You should really adjust your camera a little bit up. Dedi Aslan'da. Bakma. Rahmat. She's speaking about Turkey if someone couldn't understand. Rahmat. Chet eldagi o'g'illarni o'rlashtirish haqida tashkilotimiz bakrak kuchishi kerak degan gapingizga bak qo'shilaman. Gaqilib. Shu meniki hozir o'ylaydigan, kunda o'ylaydiganim nima bo'lib qoldi desanglar, men bir necha odam tepib, tam bir tashkilot tizimlab, u tashkilotningki maqsadi maxsus shu Uyg'urlarni Kanadaga yetkazish to'g'riliq boshqalarga sponsorship qoldirishlar bilan aloqalashib, masalan, xatar ichida qolgan millatlar deganlarni qutqizgan bir tashkilotlar bor. Bir shaxsiyning nomida aloqalashgandan ko'ra, bir tashkilot nomida aloqalashgan yaxshi. Hukumat organlari bilan ko'rishgan chog'da bir tashkilotning salohiyati bilan qilgan yaxshi. Ba'zida o'ylab qolaman, shunaqa o'zimniki bir tashkilotdan bo'lgan bo'lsa, ish bo'lmaganda. Bir foydali bir ishlarni qilib baxsam, qo'limdan bir ish kelgan bo'lsa degan o'ylaydigan bo'lib qoldim. Xudoyim bo'lsa, Qatarda bo'lib qolar. Oldinlarga yangi qiyofat bilan bir tashkilotningki a'zosi sifati bilan anamkin maxsus shu ko'chma yetkazish ishlari bilan shug'ullanadigan shunday bir ish qilganman.
Maviyliqi nimeningki ismini o'qishmamdi, markazningki ismini deb berganingiz rahmat. Yana bir sayohat videosi qatorida shundoq maxsus Turkiya safarini bir ishlab chiqay. Maxsus suhbat qilay. U yerga borganiga bog'liq shu rasmlarim, videolar, tizimlash xizmatida ishlagan jarayondagi o'ylaganlarim, hatto ba'zi ovozli hujjatlarim bor degandagidek nima desiz u yerda shu Suriyaga kirib chiqqan bir qism farzandlar bilanmi 16-17 yoshga kirgan, 15 yoshga kirgan bir qism bolalar bilan paranglashgan, butun umrida maktab yuzi ko'rib boqmagan. Bolamiz shundoq ba'zi ahvollarni shu enjodagi hozircha so'zlamay shu maxsus qatimliq programmaga o'rlashtirayotsa inshaalloh siz qila olasiz. Xudoyim buyursa, yaxshi tilaklar, yaxshi duolar bilan to'salg'ularni yo'q qilib, qarshi fikr, qarshi gap qiladigan to'siydiganlarni yo'limdan yo'q qilib, o'z oldimga hech kim bir narsa qilolmaydigan, to'siyolmaydigan gap qismi o'tmaydigan o'zimniki bo'lgan yo'lida shundoq bir ishlarni qilib boqay qani. Keyin asta-asta bo'ladi o'ylaganlarim endi. Odam degan o'ylay olish kerak shundoq. Inglizchada bir gap bor-ku. If you can dream it, you can do it. Faqat o'ylay olsang shuni qila olasan deb. Hatto xiyolg'im kelmasa u qanday ishni qilg'ili bo'ladi. Shunaqaga chiqroq xiyol qilgan yaxshi. Masalan, hozirgi mushu qilayotgan ishimni anchada bir xiyollarim edi. Ve shundoq YouTube'da video ishlab yurib vaqt kelgancha men shundoq jonliq taqdishlarni qilsam deb o'ylaydim. Shunlashqa odam orzuni qanchaki jiq qila olsa, ashniki oz bir qism bo'lsin amalga oshadi emasmi? Shunlashqa ko'pchilik umidlik yashab, ko'p narsani o'ylab, shu o'ylaganlarimiz uchun tirishchanlik ko'rsatib, birdan amalga oshirishga hammamizga nasib qilsin. Mening materialimni siz tizimlagan shun umid kutib bo'ldim. Onda çoğun umidni bog'lamangizlar menga deyman, men bir shaxs faqat o'zligimdan avu bir tashkilotniki qilayotgan ishligim ma'qul, men yordamlashay deb berib, haqsiz qilib o'zimniki yenidan chiqarib aeroplan biletlarini ilib, men yordamlashay degan bir fidoyi faqat. Bu 2 yil 2018 bo'lsa, hozir naq 2 yil bo'ldi, mana 2 yil o'tdi. Tizimlashga yordamlashgan ishlarim ne zaman oxirlashqili? Hozir sizlarga so'zlasam-mu faqat 2018-yili 11-oyda bo'lsa, 2019-yili 4-oyga qadar, ya'ni shu Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Kanadaga kelib, ko'chmalar idorasi bilan ko'rishganga qadar bo'lgan ishlarni men shular to'g'riliq so'zlayman. Undan keyingisini men bilmayman-da. Bu ishga yordamlashga ishlarim allaqachon tugadi. Ham u materiallar Xitoyga ketibdi, undaqdi. Bunda qiziqga qildigan bola. Setibdi deb. Pulga yersa o'zinglar sanglar bo'lmamdi deb qalamdazda. WhatsAppga to'xtamay uchur keladi, Turkiyadagilar yordam qilamiz, virus masalan undaq bo'ldi deb, unuga donation deb to'xtamay uchurlar keladi. Sotqili bo'lsa Turkiyadagilar o'zining materialni qiziq gap qildi ekansizlar. Sizlar Xitoyning o'zining kelgan materiallar tursa, ularniki hammasi o'zining materiali. Bu to'g'riliqmikilarga o'ylaganimni aynan birdan deb beray. Unda qiziq gap qildiganda. Meningki u yordam qila olsam, ko'pincha odatda beshini so'rab qo'yib, ishning beshini boshlab qo'yib qilmaydiganlar jiq. Masalan, yillar o'tibmi, yana Kanadaga kelsam bo'ldi deb aloqalashgan do'stlarimizmi bor. Bir ishni nishon qilgan ekan, maqsad qilgan ekan,
Aşı to'g'riliq tirishsay, u yoq kelsam bo'ldi, bu yoq kelsam bo'ldi, Amerikaga bersam bo'ldi, Kanadani yaratmaydi da, hey, Amerikaga ketgisi bor degandek. Asla. Bunaq bo'lsa, bugungi taqdim bag'dan paranglashganlarim mushunchalik bo'lsin. Ko'pchilik birlikda ko'rgan qarindoshlarga minglarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir qatim so'rsam, shu mundaq ustiga qaraganni besib qo'yib, do'stlaringizga tavsiya qilib qo'yasiz, yangi kichik qo'raqni ichib qo'ysangiz, kelar qatim texim qiziq temalar chiqadi. O'ylaganlarimni shundoq bugungi o'xshash, shundoq paranglashish jarayonidami nurg'un xayollar, yangi xayollar kallaga keladi degan sizlarga minglarga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi qatimliq videolarimda Turkiyaga bo'lgan Turkiyadagi tizimlash to'g'riliq o'ylaganlarimni, o'zimniki beshidan kechirganlarimni so'zlamoqchi. Undan boshqa yana Kanadadagi biraylarni taklif qilayondi. Ekranimga taklif qilib, ko'pchilikka foydali bo'lgan men bir aloqalashay avval. Ko'pchilikka foydali bo'lgan bir tema, ya'ni bu yerga kelgandan keyin qiladigan ishlarning ta'kidlari to'g'riliq bir so'zlay. Undan boshqa boy bir tashkilotning tizimlashi, uning maqsadi eng muhim bo'lgan ish vatanning ichidagilarni qutqizamsaqmi, vatanning sirtidagilarni qutqizib qilish uchun qiladigan muhim ish bexatar joylarga yo'tkazish to'g'risida o'zimniki o'ylaganlarim degandek uni bir ayrim tem qilib, shu to'g'risidan bir tirishib boqay. Bir ishlarni qilib boqay qo'limdan kelishicha. O'zimniki bilganlarimni to'xtamay tanga ham baharlab turay. Shu sohada ish qilayotganlarni ekranimni taklif qilib, paranglashqash ko'pchilikka yaxshi suhbatlarni o'rlashtiray. Ansa bugungi videom mushunchalik bo'lsin. Ko'pchilikka minglarga